Assalomu alaykum. Kanalımız abunachilari, YouTube ishqibozlari, barchalaringizga kun xayrli bo'lsin. Qadrdonlar, bugun 2026-yil 26-fevral sanasi. Alloh nasib ro'za aylasa payshanba kuni elimizda, yurtimizda oylarning sultoni Mohi Ramazon hukmronlik qilayotir. Alloh yo'lida tutayotgan ro'zalaringizni Allohim o'zi dargohida qabul aylasin. Allohim sabr ato qilsin, kuch-quvvat ato qilsin barcha ro'zadorlarimizga. Azda bugun Xudo xohlasa Akbar Qassob yana o'zimizning Jaydari Mesni mana shu ekranda ko'rib turgan buqani Xudo xohlasa 27-fevral kuni ertalab qadrdonlar so'yadilar. Shu haqida sizlarni xabar qilmoqchimiz. Butun yurtdoshlarimizga, barcha obunachilarimizga, musofirdan turib bizni kuzatayotgan qadrdonlar, hammalaringizga Ro'za Ramazon muborak bo'lsin deyman. Azda Xudo xohlasa har doim qilin, har gal qilin. Steak variant, suyak, yog' отдельный, Xudo xohlasa laham отдельный, shashlik ijonlar bor, tayyor holatda, shay holatda turadi. Bu yerda yolg'on yo'q, faqat mana shunday o'kuz buqa so'yiladi va so'yilgan buqani hech qismi ajratilmasdan hammasi kirgizib, xolodilnikka kenarga joylanadi qadrdonlar va shurni o'zida sotiladi. Qadrdonlar, bundan tashqari har doim har videolarimizda aytib o'tamiz. Endi yaqinlashib kelib, Xudo xohlasa kelayotir Navro'z olam shodiyanasi elimizda ham bahor shukuhi, bahor kayfiyati boshlandi, sumalaklar qilinadi. Sumalakni budayni chiqarish uchun misrovkalar ham shay holatda turibdi. Uning ham xizmatlari bor. Akbar Qassobni bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Chorva ishqibozlarini, chorva qisqadon qadrdonlarimizni, mehnatsevar dehqonlarimizni molxonasida kamida shunday buqalardan 20 ta, 30 ta, 40 ta, 50 tadan buqalar bo'lishini tilab qolamiz qadrdonlar. Alloh baraka bersin, umr kuningizga, rizqingizga, kasbkorlaringizga. Adresni ham tushuntirib o'tamiz qadrdonlar. Yangi tuman qo'riqdan madaniyat markazining ro'parasida bo'ladi. Qassobxona ekranda telefon raqamlarini ham qoldirib o'tamiz qadrdonlar. Ertalabdan Xudo xohlasa shu Jaydari buqani go'shini kelaverasizlar. O'ynab turgan buqa qadrdonlar. Videomizga bir like'larni bosing, izohlarda fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmanglar. Qadrdonlar, nasldor semental buqalardan nasl almoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz uchun eslatma, Hasanboy og'amiz Qazaqobda o'zimizning elatimizda nasldor buqa bor, bemalol nasl olish uchun murojaat qilaverasizlar.